Qadrli yurtdoshlar, mana ismim Orifjon Shokirov, tabobat bilan shug'ullanaman. Bugungi mavzuyimiz gemorroy yarasi haqida bo'ladi. Gemorroy yarasini ancha yillardan beri juda ko'p variantlarini davolab kelyapmiz. Kesmasdan, operatsiya qilmasdan, jonni og'ritmasdan davolab kelyapmiz. Gemorroy yarasini turli-tuman variantlari bor. Ichki, tashqi variantlari bor. Har xil variantlarini, juda ko'p variantlarini davolab kelyapmiz. Alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, erkaklarni ham, ayollarni ham yechintirmasdan, xijolat qilmasdan muolaja qilamiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Operatsiya qilmasdan davolab beramiz, qiynamasdan davolaymiz. Oson yo'llari bor. Oson yo'l bilan qutulib ketishi mumkin. Bemalol darddan murojaat qiladiganlar bo'lsa, marhamat murojaat qilishi mumkin. Yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.